Shunaqa bemorlar borki, issig'im chiqishi mumkin deb ichib qo'yadi dori. Ana shu. Bu bitta bemorlar bor, onalar ham bor. O'ta idealist deymiz u narsani, o'ta mehribon ona sindromida. O'ta mehribon. Bolasiga issig'ini shuni o'ynab kulib yuribdi. Nimadir bo'ldi, kiyimini almashtirayotganda bir ko'rsa, issig'i bor ekan, dori ichirib qo'yadi. Ya'ni u xohlamaydi, o'lchadi 37,5 chiqdi yoki 38 chiqdi, lekin bola o'ynab kulib yuribdi. Shunchaki ichida anosi bu xavotir bo'layapti. Nimadir bo'lib qolmasin, dori berib qo'yay deydi. Bo'lmasam o'ynab kulib yuribdi bola. 36 da yurish kerak. U onani miyasida bolasini temperaturasi 36 da yursa, u sog'lom bo'lib yuradi degan. Lekin bu yerda bitta narsani unutib qo'yganmiz. Immun sistemani faol bo'lib turishini unutib qo'yganmiz. Immun sistema qanchalar ishlab tursa, ishlagan narsa o'zidan issiqlik chiqaradi-da endi. Mashina ham yursa, motori qiziydi. Issiqlik chiqib turishi bu normal holat deb qarash kerak.